Rossiyaga borganimizda bir hafta sovuq qotib yotdim furada. Bir 3-4 kun pechkasi ishlab turdi, keyin ishlamay qoldi. Bilsanglar furada motor o'chgan bo'lsa ham pechkasini qo'shish, konditsionerni qo'shish imkoniyati bor. To'g'ri, rasxodga ozgina ta'sir qiladi, unaqa ko'p emas. Keyin sherigimga aytdim, o'sha bizga ustozlik qilgan do'stimizga buni ko'rib bering desam, bo'lmadi, u yoq bu yoq shunga o'xshagan oldi qochdi gaplar bo'ldi. Keyin bilsam o'sha odamni o'zi o'chirib qo'ygan ekan pechkani salarga ko'p yemasin deb. So'kmayman. To'g'ri ish qildingizmi do'stim, noto'g'ri ish qildingizmi, buni hisobini o'zingiz beraverasiz. Men bundan to'g'ri xulosa chiqaraman. Bundan keyin ko'rpa to'shagim qalinroq qilib yuradigan bo'laman. Yonimda yurgan, ishonib yurgan ustozim, do'stim degan yurgan odamlarni ham tekshirib, ehtiyotkorroq bo'lib, Konfutsiy aytganday, har bir narsaga kamida 10 marta shubha bilan qarang, o'shanda sizni hech kim aldolmaydi degan o'sha Konfutsiy ta'limotiga ozgina suyanaman endi. Chunki yoningizda yurgan odam imi-jimida hech narsani bilmaganda pechkani o'chirib qo'yish bu holat qiyin narsa. Shuning uchun men so'kmayman. Hisobini o'zi beraveradi. Men bundan to'g'ri xulosa chiqaraman-da, ko'rpamni qalinroq qilib yuraman. Pechka ishlamay qolishi mumkin deb ehtiyotkorni qilib yuraman. Mabodo sizda ham shunaqa narsa bo'lsa, yoningizdagi odamga ko'p ham suyanib qolavermang. Tekshirib, ehtiyotkoringizni qilib, sharoitingizni shunga qarab ish qilib yuravering. To'liq suyanib qolib, do'stim, ustozim, jigarim degan vaqtingizda bunaqa parodish bo'lib qolsa, orqadan pichoq urgandan yomon bo'lar ekan bu narsa. Salomat bo'ling.